Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bekzod. Bayram bilan bir tabriklar ber. Bekzod. Bo'l. Ha, o'zing so'zla ber. Bayram bilan tabriklayman. Sizlarni tabriklab qolaman. Rahmat. Yana kim? Yo'rozbek, qani. Bahar geldi-ku bir so'zlab ber endi. Yo'q, ustoz mazmun. Husniya bo'l so'zla. Kontrolingdan bo'l. Hammaga assalomu alaykum. Bugun Navro'z bayrami shukuh ekan. Hammani tabriklayman Navro'z bilan. Ota-onalaringizdan tabriklab qo'ying. Rahmat. Yana kim so'zlaydi? Kim? Bo'ldimi? Sizlar ham uydagilarni tabriklab qo'yinglar. Bayram bilan tabriklaymiz. Yaxshi kayfiyat tilaymiz. Sog' bo'lasizlar. Navro'z bayrami bilan tabriklayman. Sizning bayramlaringiz ko'pini ko'rish nasibida sizdan. Rahmat katta. Tabriklayman bayram bilan. Olqishlar qo'yamiz. Birinchi sinf o'quvchilarimizga. Zo'rmi? 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 Молодец. Nomunosabat bilan o'tiribmiz. Navro'z bayrami. Hammani tabriklaymizmi? Tabriklaymiz hammaga. Navro'z sayli, yasharish, yangilanish fasli muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Yana bizlarda hammasi chiroyli. Ro'zadalloh uzr. Shunchaki hozirgi yoshlar qanday baxtli ekanligini sizlarga ilinjakman. Qizlar necha uyalib o'tirsizlar, ha? O'quvchilarimiz. Elif Bugun 21 mart Navro'z bayrami arafasida o'quvchilarimiz bilan bir bahor taomlari atib tashkil etdik bayram. Kelaverasizlar. Hammani tabriklayman bayram bilan. qalaysizlar? Tabriklayman bayramlaringiz bilan. Yaxshi kayfiyat tilayman. Yana har bir sinf xonalaridan jarayonlar turibmiz.